bolangizni hadeb u maktabdan bu maktabga ko'chirishi siz tasavvur qila olmaydigan 3 ta salbiy ta'sir. Birinchisi, farzandingizda o'ziga bo'lgan ishonch pasayadi. Har safar yangi maktab, yangi o'qituvchi, yangi do'stlar, bu esa bolaga juda ham kuchli stress beradi. Men hech qayerda o'z o'rnimni topa olmayapman degan tushuncha shakllanib, o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qolishi mumkin. Ikkinchisi, do'st orttirishi va muloqot qilishi izdan chiqadi. Bola har safar yangi maktabga ko'chganda do'stlardan ajraladi. Yangi do'st orttirguncha yana boshqa maktabga ko'chishi mumkin. Ozgina vaqtdan keyin u yangi do'st topishni ham xohlamay qoladi. Uchinchisi, o'qishi va rivojlanishi izdan chiqadi. Har bir maktabning o'qitish tizimi boshqacha. Bitta maktabda qaysidir mavzu o'rgatilgan bo'lsa, boshqa maktablarda umuman o'tilmagan bo'lishi ham mumkin. Ota-onalar maktab tanlashda juda ehtiyot bo'linglar. Ertaga nega men tinch o'qishga imkon topmadim degan gapni eshitishni istamasangiz, bugun to'g'ri qaror qabul qiling. Bu videoni ota-onalarga jo'natib qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.